tomon kamon o'qlari otishdi. Bu bilan jang faqat uzoqqa cho'zildi xolos. Qancha ko'pga cho'zilsa, Qurayshga shuncha qiyin bo'lardi. Chunki kundan kunga havo yomonlashardi. Kunduz payti jazirama issiq bo'lsa, tunda qaqshatqich sovuq bo'lardi. Rasululloh 500 kishini Madinaga yuborib, shahar xavfsizligini ta'minladilar. Qattiq sovuq tunda shaxsan o'zlari Handaqning qisqa joyida qo'riqchi turdilar, chunki dushman kesib o'tishi mumkin edi. Oysha roziyallohu anha keyinchalik Rasululloh uyga qaytganlarida sovuqdan qattiq titrardilar deydi. Shahar atrofidagi ekinlar yig'ishtirib olingani sabab dushman jonliqlari yeyishi uchun hech nima yo'q edi. Yem qolmadi. O'zimiz bilan oz olib kelgandik. Bu bilan ulovlari birma-bir o'la boshladi. Ular jangni 2-3 kunlik bo'ladi deb o'ylaganlari sabab o'zlari bilan ozgina yegulik olib kelishgandi xolos. Vaziyat bunday davom etsa, uzoqqa bora olishmasdi. Abu Sufyon buni bilardi. Shu sabab odamlariga tinmay kamondan o'q otishni buyurdi. Shunchalar ko'p o'q yog'dirilgandan musulmonlar hatto joylaridan jila olmay qolishdi. Keyin Quraysh otliqlarining bir guruhi musulmonlarning ro'parasiga yetib kelib, ularga o'q ota boshladi. Ularning zarbasi shu darajada qattiq ediki, musulmonlar quyosh botguniga qadar mudofaada turishlariga to'g'ri keldi. Shu sabab Rasululloh va sahobalar asr namozini o'z vaqtida o'qiy olmay qolishdi. Rasulullohning shu darajada jahllari chiqdiki, hatto mushriklarni qaqdilar. Bizni asr namozidan to'sib qo'yganingiz uchun Alloh uylaringizni va qabrlaringizni olov bilan to'ldirsin. So'ng u zot va sahobalar qoldirilgan namozni o'qib olishdi. Rasululloh Toifda u zotni toshbo'ron qilganlarni ham qarg'amagandilar. Ammo ibodatning o'rni kattaligi sababli u zot undan to'sganlarni qattiq qarg'adilar. Handaqdagi jang o'ta keskinlashdi. Ammo mushriklar qo'shini yagona xavf emasdi. Rasululloh boshidan qo'rqqan narsa amalga oshdi. Hijratdan so'ng Madinada imzolangan shartnoma esingizdami? Kelishuvga ko'ra Madinadagi qabilalar shaharga hujum qilinsa, uni himoya qilishga va'da berishgan edi. Ammo Banu Qurayza bu va'dani buzdi. Bu ham yetmagandek, dushman bilan til biriktirib, ulkan xoinlikka qo'l urishdi. Banu Qurayza va'dasini buzdi. Endi dushmanimiz ichda bo'ldi. Buni bilardik. Shartnomani bir kun buzishlarini bilardik. To'g'ri aytasan. Shunday bo'lishini bilardik. Ular Madinaning janubidagi qasrlarda yashashardi. O'sha yerdan musulmonlarga qarshi jangga reja tuzishardi. Rasululloh alayhissalom darhol Sa'd ibn Muoz va boshqa sahobalarni ular bilan gaplashib, fikrlardan qaytarish uchun yubordilar. Yahudiylar fikrlardan qaytishni istashmasdi. Ular musulmonlarni yo'q qilmoqchi edilar. Endi nafaqat tashqaridan o'q yog'ilardi, balki janubdagi yahudiylar ham musulmonlarga qattiq bosim o'tkazardi. Qurayza yahudiylari shaharning markazida joylashgan edi. Endi musulmonlar ikki olov o'rtasida qolishdi. Bu ham yetmagandek, munofiqlar mana shu so'zlari bilan odamlar orasida shubha tarqatishardi. Alloh va uning rasuli bizlarga yolg'on va'dadan boshqa hech nima bermadi. Alloh shu kunni Ahzob surasida tasvirlaydi. O'shanda ular sizning ust va quyi tomoningizdan kelgan edilar. O'shanda ko'zlar tinib, jonlar halqumga kelgan edi va Alloh haqida turli gumonlar qilardingiz. Ana shunda mu'minlar sinovga duchor bo'ldilar va shiddatli larzaga tushdilar. Hammasi musulmonlarga qarshidek tuyuldi. Ammo ana shu onda Alloh ularga yo'l ko'rsatdi. Jang holatini o'zgartirib yuborgan o'sha imkoniyat. Ashjo qabilasining rahbari G'atfonlik Nuaym ibn Mas'ud islomni qabul qilgan, ammo hech kimga aytmagandi. Maxfiy ravishda Rasululloh oldiga kelib iymonini keltirdi. Kalima keltirib islomni qabul qilgach shunday dedi: Ya Allohning rasuli, mendan biror nimani istasangiz, shunchaki buyuring. Iymon lazzatidan bahramand bo'lgan inson bunday xotirjam yasholmaydi. Rasululloh bergan imkoniyatni noyob deb bildi. U zot dushman safiga qaytib qanday qilib bo'lmasin oralarida fitna chiqar dedilar. Nuaym ushbu so'rovni tushundi. Nuaym xuddi islomni qabul qilmagandek sekin-asta ana shu 3 qabila ichiga kirib oldi. U avval Banu Qurayza qabilasiga borib ichlarida shubha uyg'otdi. Agar Quraysh va G'atfon qabilasi musulmonlarni yenga olmay